Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar, qadrli do'stlar, hammalaring yaxshimisizlar? Kunlaring barakotli bo'lsin. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Ishlab olganlarga oq yo'l, ishlab uyga kirmoqchi bo'lganlarga salomon, bola chaqalarini olib uyga kirib olinglar. Navbatdagi mijozimizga Metpisok mahsulotlarini ortish jarayonlaridan lavhalar tayyorladik. Kimga shunaqangi xizmatlar, qurilish xom ashyolari mahsulotlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol 24/7 aloqaga chiqib olasizlar. Vodiy bo'yicha istalgan hududga istalgan qurilish xom ashyo mahsulotlarini yetkazib beramiz. Mahsulotlarimiz sifatli va arzon darajada xizmat ko'rsatamiz. Bizga obuna bo'lib, izohlarda fikrlar qoldirib, like tugmachasini bosib qo'yishni sizlardan so'rab qolamiz. Avvalambor qo'llab-quvvatlab turgan barcha birodar, aka-uka, opa-singillar hammalaringga tashakkurimni bildiraman.